Barchangizga assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bu galgi videomiz ko'pchilikka qiziq bo'lgan qanday turdagi mollarni boqish haqida. Videomiz davomida mollarning eng samarador turlari haqida ma'lumot beraman. Ya'ni turli xil mollarning vazni qanchagacha boradi, kuniga qancha vazn yig'ishi, umumiy qilib aytganda buqa turlarining samaradorligi haqida. Demak, videomizni boshladik. Simmental buqalar. Simmental sut go'sht yo'nalishidagi qoramol zoti Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan. Simmental qoramol zoti asosan ko'rinishi malla ola, boshi va dumi uchi oq, yirik, tana tuzilishi mustahkam. Buqalarning vazni o'rtacha 900 ming kilogramm atrofida bo'ladi. Novvoslar bo'rdoqqa boqilganda tez semiradi. Novvoslar 12 oyligida 400-420 kilogramm, 18 oyligida 500-600 kilogrammga boradi. Yuqori sifatli go'sht beradi. So'yilganda 58-62% gacha go'sht beradi. Buqalarning bo'yi o'rtacha 165 cm ni tashkil qiladi. Deyarli har kuni 1 kg-dan 1,5 kg-gacha vazn olishadi. Simmental hayotining dastlabki birinchi yillaridan boshlab bo'g'imlarda muammoga duch kelishi mumkin, ya'ni ba'zida oyoq-qo'llarning tizzalarining egri bo'lishi. Angus qoramol zoti. Angus qoramol zoti turli xil iqlimlarga moslashuvchanligi bilan boshqa mollardan ajralib turadi. Angus qoramol zoti -40 gradusdan +40 gradusgacha tez moslashadi. Ularning umr ko'rish davomiyligi yuqori. Bu zot terisining rangi qora tusli, shoxsiz, tanasi silindrsimon, oyoqlari kalta, baquvvat. Buqalarning vazni 750-800 kg, ba'zan 1 tonnagacha boradi. Kuniga o'rtacha 8 gramdan 1 kg-gacha vazn yig'adi. 15-16 oylik buqachalari 450-460 kg go'sht qiladi. Bo'rdoqi qilib so'yilganda 60% gacha go'sht beradi. Buqalarning bo'yi o'rtacha 135 cm ni tashkil qiladi. Hereford mol turi. Yangi tug'ilgan Hereford buqachaning vazni 30-35 kg atrofida bo'ladi. 6 oylik bo'lganda yosh buqalarni emizishdan olganda 180-250 kg-gacha vazn oladi. 8 oylik bo'lganda 230-260 kg-gacha, 15 oylik bo'lganda vazni 430 kg-gacha yetadi. 1,5 yosh bo'lganda buqachalar taxminan 500 kg bo'ladi. Buqalar 2 yoshligida 8 kg-dan ortiq vazn oladilar. Hereford buqalar yaylovda boqilganda o'rtacha kuniga 1 kg-dan vazn oladi. Hereford novvoslarining bo'yi o'rtacha 150 cm ni tashkil qiladi. So'yilganda tirik vaznining 60-70% miqdorida go'sht beradi. Bu turdagi mollar ko'z saratoniga moyil bo'ladi, ya'ni mollar iqlim tanlaydi. Qozoqi oqbosh qoramol zoti. Qozoqi oqbosh qoramol zoti go'sht yo'nalishidagi qoramol zoti. Bu turdagi qoramol zoti keskin kontinental iqlim sharoitlariga yaxshi moslashgan. Tusi qizil, boshi, ko'kragi, qorni, oyoqlarining va dumining pastki qismi oq, tana tuzilishi o'rtacha, ko'kragi keng, suyaklari mustahkam. Yangi tug'ilgan mollarning vazni 27-30 kg ni tashkil qiladi. Bu mollar 8 oyligida 220-240 kg-ga boradi. Bu zot tez o'sishi bilan boshqa mollardan farqlanadi. Buqalarning vazni o'rtacha 800-900 kg-ga, ayrimlarniki 1100 kg-ga yetadi. Tabiiy yaylovlarda boqilganda mollar 13-18 oyligida 450-470 kg-ga yetadi. So'yim chiqimi 65-67% ni tashkil qiladi. Buqalarning bo'yi o'rtacha 135 cm ni tashkil qiladi. Bu galgi videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan degan umiddaman. Videomiz yoqqan bo'lsa like tugmasini, biror takliflar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.